O'yinning oxirlaridan biri 2-1 vaziyat. Bulut push qilyapti va bulut yopilib ketdi. 14-komanda 2 ta va tepada Lin qoldi. Kartada 3 kishi qolgan. Bu yerda Linni ko'rishmayapti bular. Tak, Lindan zona yurdi, yo yurish kerak yoki aptech urishni boshlash kerak deb tursam, Lin aptech urishni boshlab yubordi hozir. Endi erta emasmi aptech urgani? Bu yerda aptech urish uchun kamida 20 ta aptech bo'lishi kerak Linda. Starlar tushunmayapti, qidiryapti, qayerda qoldi? Lin esa bu yerda aptechdan urib yotdi. Menga ham qiziq, oxiri nima bilan tugaydi? Zona to'xtadi. Men aytganimdek Linda nechta aptech bor bilmayman. Lin esa hali ham aptech uryapti. Star qidiryapti, aylanib tushunmayapti qayerda qoldi deb. Ko'ramiz, kuzatamiz. Nechta aptechkasi bor bu Linda? Tugaydimi aptechkasi? Deb turgandim bu yerda 14-komandaning bitta a'zosi xato yo'l qo'ydi, qaytishga ulgurmaydi 100%, jonos qoldi va aytganimdek nok bo'ldi. Birga bir vaziyat, aptech urish marosimi bu yog'i. Ko'ramiz, Star ham aptech urish boshlab yubordi, Lin ham aptech uryapti bu yoqda. Tak, juda qiziq. Starda nechta aptechga urilmadim, lekin Linda bu yoqqa bir 15 ta aptech urib bo'ldi hozir. Ko'ramiz, qaysi biri top adinni olib ketadi bu yerda. Starda aptech qolmadi, push qilishni boshladi va Linda qulay vaziyat olsa bo'ladi. Va o'zini ko'tarib yuborgan ekan. Vay! Bu Lin nima tashladi hozir? Ha? 7 kill bilan top adinni olib ketyapti.